Assalomu alaykum. Chapter 6 bizda nouns and pronouns otlar va olmoshlar haqida ko'rib chiqamiz. Xo'p, exercise 1 preview grammar terms. Demak, o'zi nounni, otni, predlogni yoki olmoshni, sifatni tushunamizmi deb bitta mashq bergan. Mana shunda kursivda mana bunday egri qilib yozilgan so'zlar aynan tilni qaysi bo'laklariga to'g'ri keladi. Otmi, olmoshmi, predlogmi yoki sifatmi? Mana shularni yozib chiqish kerak. Xo'p, pronunciation of final s, es. Demak, oxirida fe'lni oxirida qo'shiladigan s yoki es qanday talaffuz qilinadi desa, da tushuntirib o'tyaptiki, agar jarangsiz undoshdan keyin s qo'shilsa, jarangsiz. Jarangli, jarangsizlarni o'zbek tilidan bilamiz. BP, DT, JS deb o'rgatilgan yoshligimizda. Demak, jarangsizdan keyin s qo'shilsa, shunchaki s tovushini beradi. Masalan, seats, maps, lakes. Agar b'da aytyapti, jarangli undoshlardan keyin s harfi yoki s qo'shimchasi qo'shilsa, bu z tovushini beradi. Masalan, seeds, stars, holes, lows deb z o'qiladi. C mashqda aytyaptiki, qachonki fe'l sh bilan, ch bilan mana bu yerda ko'rsatib o'tyapti. Biroz kichikroq ko'rinishi mumkin. S bilan, z bilan yoki gel bilan tugasa yoki dge bilan tugasa, mana bularga es qo'shiladi va s tovushini dishes, matches, classes, sizes, pages, judges deb o'qiladi. Bu o'sha so'zni oxirida butun bitta bo'g'inni qo'shadi. Bo'g'in. Judge bo'lsa judges. Judge bir bo'g'inli deb hisoblansa, judges ikki bo'g'inli deb hisoblanadi. Oxirida bir bo'g'in qo'shiladi. Xuddi shunga mashqlar berilgan. Tez-tez o'tib ketamiz, chunki vaqtimiz chegaralangan. Plural forms of nouns. Otlarning ko'plik shakli. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. Buni har bittasini bitta-bitta aytib o'tirmaymiz. Agar bilmaganlar bo'lsa, Roundupda, Murphyda 60-unitlarida bo'lsa kerak, adashmasam, ko'plik, birlik, sanaladigan, sanalmaydiganlar haqida mavzular bor. Ularni bir ko'rib chiqishlaringizni tavsiya qilaman. Xo'p. Subjects, verbs and objects. Ya'ni egalar, kesimlar va to'ldiruvchilar haqida. Mana shu yerda aynan ega, kesim va to'ldiruvchi haqida ko'rsatib o'tgan. Buni bilamiz biz. Demak, ega deb nimaga aytiladi? Kesim deb nimaga aytiladi? Objekt qayerda keladi? Nimalardan keyin keladi? Buni bilamiz. Demak, ega odatda otdan iborat bo'ladi deb aytib o'tib ketyapti. Kesim odatda fe'ldan iborat bo'ladi. Fe'ldan keyin yoki predlogdan keyin kelayotgan ot yoki olmosh nima bo'ladi? Objekt bo'ladi. Mana shu yerda ot, ega, kesim va obyektlarni, ya'ni to'ldiruvchilarni aniqlab chiqish mashqlari bor. Bularni bajarib chiqamiz. Xo'p. 6.4 Objects of prepositions. Predloglar bilan keladigan to'ldiruvchilarni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda o'zi preposition qayerda, object qayerda yoki o'sha to'ldiruvchi qaysi so'z turkumidan yasalyapti? Mana bularni ko'rsatib o'tgan va pastda reference list of prepositions, predloglarni ro'yxatini berib chiqqan. Demak, mana shu so'zlar predloglar. Bular o'zini, masalan, ma'nolari ham bor. Predlog bo'lib kelganda bular ma'no anglatmaydi unchalik. Masalan, about o'zi haqida yoki taxminan degan ma'nosi bor. Predlog bo'lib kelganda aynan shu ma'nolarda kelmasligi mumkin. Yoki mana bu yerda like ni ko'rishimiz mumkin. Like yoqtirmoq degani. Like yoqtirmoq degani. Lekin predlog bo'lib kelganda look like, o'xshamoq, like ma'nosidagi yoqtirmoq ma'nosi yo'q. Xuddi mana shularga e'tibor berish kerak. Predloglar bu to'liq
so'zlar ma'no anglatadigan bitta so'z emas. Prepositions of time vaqt birliklari bilan ishlatiladigan predloglar. Vaqt birligi bilan biz bularni ko'rib chiqqanmiz. Ko'pisini in qachon ishlatiladi vaqt birliklari bilan, on qachon ishlatiladi, at qachon ishlatiladi. Bilmaganlar uchun yoki esidan chiqarganlar uchun mana shu yerga qarashda o'zi yetadi. In masalan oylar, yillar, asrlar, fasllar bilan ishlatiladi. In the past, in the present, in the future, in the morning kun qismlari qaysilari bilandir in ishlatiladi. On nima sanalar, hafta kunlari va hafta kuni bilan birga kun qismi birga kelganda hafta kuni oldin kelgani uchun on ishlatiladi. Masalan on Monday morning. In Monday morning emas. On Monday morning. Chunki Monday birinchi kelyapti kun. At bilan nimalar ishlatiladi? At noon, at night, at midnight, at midday deymiz biz. At bilan vaqt, soatlar. At present, at the moment, at the present time. Mana bularni keyingi mashqlarda qo'yib chiqishimiz kerak. Word order, place and time. Joy bilan vaqt birligi bitta gapda kelganda qachon qaysi birini oldin, qaysi birini keyin qo'yamiz. Mana bu yerda ko'rsatib o'tyaptiki, birinchi joyni qo'yamiz, keyin vaqtni. Odatiy ingliz gaplarida joy vaqtdan oldin keladi, deyapti. Va misollarni ham ko'rsatib o'tyapti. Agar gapni boshida vaqt kelsa, u yerda to'g'ri bo'laveradi. Gapni boshida. Masalan, mana bu C va D mashqlariga o'xshab 98-yilda Anna Parijga ko'chdi. Yoki yesterday we went to a movie. Qayerga bordik? Kecha biz kinoga bordik. Kecha birinchi o'rinda kelyapti. Demak, gapni boshlanishida. Mana bunday paytda time place dan oldin kelishi mumkin. Vaqt birligi joy nomidan oldin kelishi mumkin. 6-7 da subject verb agreement. Ega va kesimni bir-biriga moslashishi. Biz buni aynan moslashish deb o'rgatmagan bo'lsak ham, birlikda qanday ishlatilishi, he, she, itdan keyin qanday ishlatilishini ko'pchilik bilamiz. Ko'pchiligimiz bilamiz. Xo'p, mana the sun shines, my brother lives. Biz aytamizki he, she, itdan keyin kelayotgan yoki he, she, itga teng bo'lgan egalardan keyin kelayotgan fe'llar s yoki es ni oladi present zamonlarida deymiz. Mana shuni aytib o'tib ketmoqchi. Yoki ega ko'plikda yoki birlikda sanaladigan, sanalmaydigan bo'lsa, undan keyin to be ni qaysi shakllarni ishlatilishini aytib o'tganmiz. To'g'rimi? There is, there are, undan keyingi birinchi ot qanaqa shaklda bo'lsa, is qachon, are qachon ishlatilishini aytganmiz. Every student is sitting down. Every bilan kelganlari qanday bo'ladi? Every doimo birlikda bildirib keladi. People, ya'ni otlarni noto'g'ri ko'plik shaklarini ko'zdan qochirmaslik kerak. Ular bilan ko'plikdagi fe'l ishlatiladi. Ya'ni fe'l ko'plikdagi otga moslashadi degan. Xuddi shunga o'xshagan mashqlar berilgan, bajaramiz. Using adjectives to describe nouns. Sifatlarni, otlarni tasvirlash uchun ishlatish. Biz bilamizki, odatda sifat otdan oldin keladi. Otdan oldin keladi. Mana bu yerga e'tibor bersangiz, a good book turibdi. A good book yaxshi kitob, to'g'rimi? Demak, book noun, ya'ni ot bo'ladigan bo'lsa, good adjective, ya'ni sifat otdan oldin kelyapti. Faqat artikel joyiga e'tibor berish kerak. Artikel sifatdan oldin kelyapti. Mana shu yerda yana bitta narsa, biz artikelni keyin otga qarab qo'ymaymiz. Sifatni birinchi tovushiga qarab qo'yaveramiz. Masalan, an apple deymiz, lekin a red apple deymiz. Nima uchun? Chunki a red apple da red so'zi birinchi r tovushi bilan boshlangan, shunga qarab qo'yaveramiz. B, C, D mashqlarida the tall woman, the short woman, the young woman birinchi qismida egani ot va adjectivedan, ya'ni ot va sifatdan iboratligi va keyin objectni ot va sifatdan iboratligini ko'rsatib ketyapti. We say the adjectives modify nouns. Modify means change a little bit.
Aytyaptiki, otlarni modify qiladi, ya'ni biroz o'zgartiradi. An adjective changes the meaning of a noun by giving more information about it. Sifat qo'shilganda ot haqida ko'proq ma'lumot beradi, deyapti. Xuddi shu narsalarni mana shu yerda BCD mashqlarida ko'rsatib o'tgan. Xo'p. Ida aytyaptiki, sifatlar birlik va ko'plik shakli bo'lmaydi. Ya'ni sifatlarda birlik va ko'plik shakli yo'q. Ya'ni ularga ko'plik qilaman deb s qo'shish yoki boshqa bir qo'shimchalarni qo'shish noto'g'ri bo'ladi. Demak, sifat ot bilan keladigan bo'lsa, demak ot ko'plikda yoki birlikda bo'laveradi. Sifat o'zgarmaydi. FGH da aytayaptiki, ba'zan nimalar? Sifatlar otdan oldin keladi. Ba'zan fe'ldan keyin keladi. Fe'l qanaqa? To be dan keyin keladi. Sifatlarni kelish o'rinlarini aytganmiz. Otdan oldin, to be dan keyin deb bularni aytib o'tib ketganmiz. Mana bu yerga qarasak, F da he wore a white shirt. White shirt da shirtdan oldin kelayotgan white sifat. G mashqda bo'lsa, roses are beautiful. Roses are beautiful. Mana bu yerda to be borligi uchun, are borligi uchun beautiful, ya'ni chiroyli sifati to be dan keyin kelgan. Odatda to be dan keyin keladi. Buni qanday tushunish kerak? Buni ot kelsa har doim oldidan sifat kelar ekan deb tushunmaslik kerak. Qachonki sifat bilan ot bitta gapda ishlatilishi kerak bo'lsa, iloji boricha sifatni otdan oldin qo'yish kerak, agar o'sha sifat otni tasvirlasa. Yana GH mashqlarida ko'rish mumkin. Misollarda ko'rish mumkin. To be dan keyin doimo sifat keladi deb tushunmaslik kerak. To be bilan sifat kelib qolsa bitta gapda yoki to be bilan sifatni ishlatmoqchi bo'lsak, demak to be dan keyin ishlatish kerak deb tushunishimiz kerak. Bo'ldimi? Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Using nouns as adjectives. Sifatlarni, otlarni sifat sifatida ishlatish. Otlar ham sifat sifatida ishlatilishi mumkin ekan. I have a flower garden. Mana bu yerda gap garden, ya'ni bog' haqida ketyapti. Menda gul bog'i bor. Ya'ni mana shu yerda gul qanday bog' deganda, gul o'zi ot bo'lsa ham sifatni o'rniga kelyapti. The shoe store also sells socks. Shoe store, oyoq kiyim do'koni. Qanday do'kon? Nima do'kon demaymiz. Qanday do'kon? Mana shu yerda shoe nima ma'nosida? Sifat ma'nosida kelyapti. Mana shuni tushuntirib o'tmoqchi. Xo'p, vaqtimiz kam qoldi. Menimcha buni tugatamizda. Yana bitta boshqa 15 minutlik video qilishimga to'g'ri keladi. Xo'p, shu yerga to'xtatamiz hozircha.